Sergeli tumanida navbatdagi seminar tashkil etildi. Prezidentimiz 100-farmoni bo'yicha tushuncha berildi tadbirkorlarga. Bu seminarlar tadbirkorlar uchun katta qulaylik desam ham bo'ladi, chunki prezident farmonlarini tadbirkorlarga bosqichma-bosqich yetib borishini ta'minlash uchun sharoitlar yaratilmoqda. Bundan tadbirkorlarimiz ham yaxshi foydalanyapti. Bugungi kunda ham tadbirkorlarimiz kelib, tushunchaga ega bo'lib, savollar berib, ushbu savollarga inspeksiya rahbari Toshkent shahar mas'ullari bilan birgalikda joyida o'rganib chiqib savollarga javob berishdi. Seminar yakunida tadbirkorlarimiz qo'shimcha savol-javoblar bilan murojaat qilishdi. Misol uchun, xatlar bo'yicha savollar berildi. Ijara shartnomalari bo'yicha, ijara shartnomani summalari bo'yicha, ortiqcha to'lov qaytarish, shunga o'xshash yana tadbirkorlarni qiziqtirgan savollarga joyida javob berib, ularga amaliy yordam ko'rsatish uchun inspektorlarga biriktirib, ularni hamkorlikda ishlash taklif qilindi. Ushbu seminar O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida navbatma-navbat tashkil qilinmoqda. Maqsad Prezidentimiz farmonlarini tadbirkorlik oddiy va sodda tarzda yetkazishdan iborat.